Muslim opa-singillarimiz uchun tavsiya qiladigan top 5 ta kitob. Birinchi o'rinda barchaga Ahmad Lutfiy Qozonchining Saodat asri qissalari kitoblarini o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman va bu orqali dinimiz haqida eng qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Har bir xonadonda shubhasiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Baxtiyor oila kitobi bo'lishi kerak. Sababi aynan mana shu kitob orqali siz baxtiyor oila yaratishning chiroyli sir-asrorlarini o'rganasiz. Necha asrlardan buyon islom dunyosida Hujjatul Islom unvoni bilan mashhur bo'lgan Abu Homid G'azzoliyning Mukoshafatul Qulub asarini o'qimaslikning iloji yo'q. Sababi aynan mana shu kitobni o'qish orqali ko'plab olim ulamolar islom dinini tanlashgan. Sizlarga ham bu as qotishiga umidvorman. To'rtinchi tavsiya etadigan kitobim esa oyatlarda madh etilgan Saidalar kitobidir. Aynan bu kitob orqali biz payg'ambarlarimizning onalari, ayollari va islom dinida o'z o'rnini topgan muborak ayollar haqida bilib olamiz. Va nihoyat tavsiya etadigan 5-kitobim bu Doktor Oiz Qarniyning Baxtli bo'lay desangiz deb nomlangan hayotiy tavsiyalari. Bu yerda islom o'gitlariga asosan hayot tarzimizni qanday olib borishimiz, qanday baxtga erishish yo'llari haqida chiroyli batafsil bayon etilgan. Shu va shu kabi sara kitoblarni siz Zamzam Market do'konidan xarid qilishingiz yoki Instagram sahifamiz orqali murojaat qilgan holda buyurtma berishingiz mumkin.